Yaqinqi vaqtlardan buyon Uyg'ur elining yerlik hukumat yoki ommaviy uchur aloqa vositalarida Uyg'ur nomini nazardan saqit qilish bora-bora umumlashishga boshladi. Mayli Xitoyning xalq to'ri bo'lsin yoki Uyg'ur elidagi hukumat uchur vositasi bo'lgan Tangirtaq to'ri, ya'ni hozir otilayotgan atalmish Tianshan to'ri, Xinjiang gazeti bo'lsin, Uyg'ur nomi ko'pincha hollarda tushib qolgan yozmalar ko'zga doim chiliqib qoladi. Bundan boshqa Xitoyning organ to'rbetlarida qoida bo'yicha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atalishi kerak bo'lgan so'zlarda Uyg'ur nomining tushib qolishimi benormallik ichidagi normalga aylanib qoldi. Hatto Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bir qancha qitimliq bayonotlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumati va boshqalarning bayonotlari va bayonot e'lon qiluvchi Xitoy boshliqlari hamda partikom sekretarlari, muavin sekretarlarining so'z nutqlaridami Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur millati nomi ishlatilmadi. Mutlaq ko'p hollarda Xinjiang deyilsa, yana ba'zi vaqtlarda Uyg'ur so'zini tashlab etib, avtonom rayon deb qo'yildi. Hatto hukumat tashviqotlarida aniq qilib Xinjiangda 56 millat yashaydi. Uyg'urlar shularning qatoridagi bir oz sonliq millat deydigan so'zlar keng tashviq qilindi. Aslida 1949-yili Xitoy kommunistlari Uyg'ur elini ishg'ol qilganda bu joyda 5% yetmaydigan Xitoylar bor edi. Uyg'urlarning nupusi 75%dan yuqori edi. Xitoylar o'zi osonliq millat edi. Hozir ular hassalab ko'paygan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatı yanıla Uyg'urlarning nupus jihatda birinchi o'rinda turadiganligini e'tirof qilib kelmoqda. Aniqki, Uyg'urlar o'z vatanida osonliq millat emas. Xitoylar o'zlari bu joydagi osonliq millatdir. U holda bu xil tushib qilishlar tasodifiylikmi yoki buning orqasida biror qasddanlik va mavqe mavjudmi? Xitoy hukumatı 1955-yili Uyg'urlarga butun dunyo oldida o'z e'tirof qilgan avtonom rayon haqqini berganligini jakarlagan edi. Gerçi bu haqqa Uyg'urlar azaldan haqiqiy ma'nodan erishib baxmagan bo'lsa-mu, hech bo'lmaganda xalqarada Uyg'urlarning salohiyati Xitoydagi milliy territoriyalik avtonomiyasi bo'lgan bir millat deb qaraladi. Yaqinqi yillarda Xitoy Kompartiyasi hukumatining Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining oshkorlanishiga ergishib, xalqaro jamiyatning Uyg'urlarning avtonomiya haqlaridagi dafsanchiliklarga diqqat qilishga boshladi. Ammo Xitoy xalqaroning diqqatini burash maqsadida Uyg'urlarning haq huquqlariga qilinayotgan ziyonkashliklari qandaqdir terrorlik, bölgünchilik va radikallikdan iborat uch xil kuchga ortib qutulmoqchi bo'lishdi. Ammo Xitoyning taraqqiyoti muqarrar yo'sinda xalqaro bilan bo'lgan orliqni yaqinlashtirib, uning haqiqiy yuzini dunyo ahlining ko'rib yetishi faqat vaqt masalasiga aylangan edi. Mana endi uch xil kuch tuhmati ostidami yo'shirib qilish imkoni bo'lmagan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'shirishda texmi yaxshi chora Uyg'urlarni tez suratda Junxo millatiga aylantirib etish. Bu orqali milliy territoriyalik avtonomiyani amaldan qoldirish bo'ladi. Amaliyotda Xitoy ichida milliy territoriyalik avtonomiyani bekor qilish haqida mish-mish paranglar 90-yillardan boshlabla o'tirib chiqqan bo'lsa-mu, 2000-yillardan 2010-yillargacha bo'lgan oraliqda bu masala Xitoy ziyolilari orasida xili ochiq-oshkora munozara qilingan temaga aylangan edi. Bo'libmi Xitoy hukumatining ikkinchi qitimliq millatlar siyosatining loyihasini o'tirib qo'yishlardan Tsinghua universitetining davlat ahvoli tadqiqot markazining mudiri Huangang milliy territoriyalik avtonomiyani bekor qilish Xitoydagi milliy ziddiyatlarni hal qilishning eng yaxshi yo'li deb ko'rsatgan edi. Gerçi Xi Jinping vazifaga o'tirgandan keyin Xitoyning milliy territoriyalik avtonomiya tuzumi amaldan qoldirilmaydiganligini ta'kidlab kelayotgan bo'lsa-mu, lekin Huangangning millatlarni Junxo millati dashqazinda eritib bir gavda qilish taklifini davlat strategiyasining bir qismi sifatida amallashtirib keldi. Buning eng tipik misollaridan biri Uyg'urlar nupusi zich o'ltiraqlashgan janubdagi Qashqar, Xotan, Oqsu va Qizilsuv qatorliq joylardagi Uyg'ur nupusini nishonliq va planliq shaklda shalanglashtirish hisoblandi. Xitoy hukumati bu maqsadni amalga oshirish uchun o'tgan yillardan buyon Janubiy Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur mahallarini chiqish, Uyg'urlarni aralash o'ltiraq rayonlarga ko'chirish, Xitoy ko'chmanlarini Janubiy Uyg'ur diyoriga yordam nomida yo'tkash, Uyg'urlarning milliy urf-odatlari va an'analarini amal bar yo'qotib, Xitoycha odatlarni qabul qilishga zo'rlashlarni ilib bordi. Dağınlıq Uyghur meselesi mutaxassisi Adrian Zenzning 2021-yili e'lon qilgan Nankay dokladida Xitoy hukumatining Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga yo'tkashdagi tub maqsadining Uyg'urlarning nupus qurilmasini shalanglashtirish bo'libmi, Xitoy o'lkalariga yo'tkash va yerlashtirish orqali Uyg'urlarning milliy kimligini yo'qotib, umumyuzli xitoylashtirishni maqsad qilganligi aniq oshkorlangan edi. Buningdan sirt Xitoy Kommunist partiyasining 20-qurultayida
Xi Jinping bergan dokladda milliy territoriyalik avtonomiyani bir qitimmi tilga olmaganligi kishini texmi gumonga soladi. Amaliyotda 20 qurultay bo'lsa, Xitoy hukumatining keyingi davlat siyosatining yo'nalishini belgilaydigan muhim bir yig'indir. Xitoyning avvalgi 19 qurultay, 18 qurultay yoki uningdan burungi partiya qurultaylarida milliy territoriyalik avtonomiya izchil tilga ilinib kelgan. Ammo bu so'z 20 qurultayda bir qitimmi tilga ilinmasligi albatta sababsiz bo'lmasligi mumkin. Xi Jinpingning 20 qurultayda bergan dokladida Xitoy Kommunist partiyasining markaziy vazifasi har millat xalqini yetaklab, zamonaviy kuchli davlat qurib chiqish. Jungocha alaylikka ega zamonaviylik bilan Junxo millatining ulug' bo'linishini amalga oshirish deyilgan. Xi Jinping yoki Xitoy Kommunist partiyasi nazaridagi Xitoycha alaylikka ega zamonaviylik degan so'zning haqiqiy ma'nosi Xitoycha alaylikdagi zamonaviy davlat deganlikdir. Bu yerdagi Xitoycha alaylikka ega bo'lish albatta Uyg'ur yoki Tibetga o'xshash milliy territoriyalik avtonomiya huquqiga ega. Xitoydan farqli til, madaniyat va tarixiy arx ko'rinishga ega millatlarning mavjudligini saqlab qolish bilan ro'yobga chiqadigan orzu emas. Faqat atalmish milliy territoriyalik avtonomiya amaldan qolgandila, ondan Xitoyning orzusidagi Xitoycha alaylikka ega bir davlat rasmiy yo'sinda vujudga keladi. U holda milliy territoriyalik avtonomiyani yo'qotadigan usul milliy territoriyalik avtonomiyaga ehtiyoj qolmaydigan bir muhitni barpo qilishdir. Bu muhit darvaqa Uyg'ur qatorliq millatlar Junxo millati kimligiga singib ketgandila, ondan o'zligidan shakllandi. Demak, Xi Jinping vazifaga o'tirgandan buyon atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi barpo qilishni og'izdan tushirmasligi bilan Uyg'urlarning milliy kimligiga qilinayotgan ziyonkashliklar atalmish hukumat uchur vositalarida Uyg'ur nomining atay tushib qolishlarining muayyan bog'lanishi borligi oshkora. Xi Jinping davridagi millatlar xizmatida eng ko'p ta'kidlanayotgan so'z bo'lsa, atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlash orqali millatlar masalasini hal qilishning jungocha to'g'ri yo'lda minishdir. Shundaqla bu maqsadga yetish uchun millatlarning aloqalashishi, almashtirilishi, yo'g'rilishini ilgari surishdan iborat. Millatlarning bir-biriga yo'g'rilib, Junxo millati barpo qilish deganlik Xitoy bo'lmagan millatlarning milliy kimligini atalmish Junxo millati nomidagi Xitoy kimligiga singdirib o'tish deganlikdir. Xitoy Markaziy komitetining atalmish 14-5 yillik planining madaniyatni taraqqiy qildirish planidami bu nuqtalar aniq ta'kidlangan. Shunisi aniqki, Xitoy hukumatining yaqinqi yillarda Uyg'ur xalqining milliy kimlik ig'ini suslashtirish va Uyg'ur nomini iste'moldan chiqarib etish g'arazi Uyg'urlarga Junxo millati kimligini zo'rlab tinglishlari bilan mos qadamda o'tirg'a chiqmoqda. Xitoy uchur vositalarida Uyg'ur nomining g'oyib bo'lishi bu nuqtadan qaraganda hargizmi tasodifiylik emas, balki planliq, vositalik holda ilib berilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik siyosatlarining bir qismidir.